أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 11 para. Ularning yeniga, ya'ni Madinaga Tabuk g'azatidan qaytib kelgan chaqinlarda ular sizlarga g'azatdan qilib qolganliklari to'g'risida o'zir bayon qiladi. Ey Muhammad, ularga o'zir bayon qilmanglar. Sizlarning so'zinglarga ishonmaymiz. Alloh sizlarning ahvollarini va dilinglardagi munofiqlikni bizga xabar qildi. Alloh va uning payg'ambarlari sizlarning buningdan keyingi amallarni ko'rib turadi. Munofiqlikdan tavba qilamsizlar yoki uningda ching turamsizlar. Ondan keyin, ya'ni o'lganinglardan keyin yushurun va oshkor ishlarni bilguchi Allohning dargohiga qaytarilsizlar. Alloh sizlarga butun qilmishinglarni aytib berdi degan. Ular, ya'ni munofiqlarning yeniga qaytib borganinglarda, ular sizlarning ularni ayblamasliginglar uchun yolg'on o'zirlar bayon qilib, Alloh bilan qasam qiladi. Ulardan yuz o'ringlar, ya'ni ular bilan so'zlashmanglar va salomlashmanglar. Ular haqiqatan nejisdir. Qilmishlarining jazosi uchun ularning boradigan joyi jahannamdir. Sizlarning roziliqinglarga erishish uchun ular sizlarga qasam ichib berdi. Sizlar ulardan rozi bo'lsanglar, bu ularga foyda bermaydi. Chunki Alloh fosiq qavmidan rozi bo'lmaydi. Ey Robbillarning kufri va munofiqligi texmi ziyodadir. Alloh payg'ambariga nozil qilgan shariat ahkomlarini bilmaslikka ular eng loyiqdir. Alloh maxluqotning ahvolini bilguchidir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Ey Roblardan ba'zilari Alloh yo'lida bergan narsalarni jarimona hisoblaydi. Sizlarning hodisiga uchrashinglarni kutadi. Ularning o'zlari halokatga uchursin. Alloh ularning so'zlarini anglab turguchi, ishlarini bilib turguchidir. Ey Roblarning ba'zilari Allohga va oxirat kuniga iymon etadi. Alloh yo'lida bergan narsalarini Allohga yaqin bo'lishning va payg'ambarning duosiga erishishning vositasi qiladi. Ular bu orqali rostla Allohga bo'lgan yaqinlikqa erishadi. Alloh ularni o'zining rahmati doirasiga kirgizadi. Alloh haqiqatan mo'min bandalarga nihoyat mag'firat qilguchidir. Ularga to'liq mehribondir. Hammadan ilgari iymon etgan muhojirlar va ansarlardan yaxshilik qilish bilan ularga ergashganlar, ya'ni tabiinlar va qiyomatgacha ularning yo'lida manganlardan Alloh rozi bo'ldi. Ularmi Allohdan mamnun bo'ldi. Alloh ularga ostidan o'z tonglar eqib turadigan jannatlarni tayyorladi. Ular jannatda mangu qoladi. Bu cho'ng baxtdir. Atrofinglarda ey Robbillardan munofiqlar bor. Madina aholisidanmi munofiqlikda ching turganlar bor. Ularni sen bilmaysan, biz bilamiz. Ularni 2 qitim, ya'ni dunyoda qatl qilish va asir elish bilan o'lganda g'ur azobi bilan jazolaymiz. Ondan ular oxiratda cho'ng azobga, ya'ni do'zax azobiga qaytarildi. Yana bir qism kishilar gunohlarini e'tirof qildi. Ya'ni boshqalarga o'xshash jihodga chiqmaganligiga yolg'on o'zir aytmadi. Ular yaxshi ishga yomon ishni aralashtirib qo'ydi. Allohning va ularning tavbasini qabul qilishi umidlikdir. Alloh haqiqatan tavba qilguvchilarni mag'firat qilguchidir. Nihoyat mehribondir. Ey Muhammad, ularning mollarining bir qismini sadaqa hisobida olganki, uning bilan ularni gunohlaridan poklaysan va yaxshiliklarini ko'paytgaysan. Ularga duo qilgin. Shubhisizki, sening duoying ularga xotirjamlik elib keladi. Alloh ularning so'zini anglab turguchi, niyatlarini bilib turguchidir. Ular, ya'ni tavba qilguvchilar, Allohning o'z bandalarining tavbasini qabul qilganligini, xolis niyatli kishilarning sadiqasini qabul qilganligini
va Allohning tövbini bakmi qabul qildiganligini, nihoyatda mehribon ekanligini bilmamdi. Ularga aytqinki, xohlagan amallarni qilinglar. Qilgan amalinglarni Allohning payg'ambari va mo'minlar ko'rib turadi. Yoshurun va oshkor narsalarni bilguchi Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Alloh qilmishinglarni sizlarga xabar qiladi. Yana bir qism jihodga chiqmagan kishilarning ishi Allohning amriga qoldirildi. Alloh ya ularni tavba qilmasa jazolaydi, ya ularni tavbaga muvaffaq qiladi va mag'firat qiladi. Alloh ularni, ya'ni ularning ahvolini bilib turg'uchidir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ba'zi kishilar mo'minlarga ziyon yetkazish, kufrni kuchaytirish, mo'minlarning orasini parchalash, Allohga va uning payg'ambariga qarshi turgan odam, ya'ni Abu Amir rahibning kelishini kutish maqsadida masjid bino qildi. Ular biz faqat yaxshilikni iroda qildik deb chuqum qasam qiladi. Alloh guvohlik berdiki, ular shak shubhasiz yolg'onchilardir. U masjidda mangu namoz o'qimagan. Birinchi kundan tortibla taqvo asosiga qurilgan masjid haqiqatan sening namoz o'qishingga eng loyiqdir. Unida gunohlardan pok bo'lishni suydigan kishilar bor. Alloh ichki va tashqi jihatdan pok bo'lg'uvchilarni do'st tutadi. Dinning binosini Allohning taqvodorligi va roziligi asosiga qurgan odam yaxshimi yoki uni yiqilay deb qolgan yorning kirvikiga qurib, o'zimi va uning bilan birga do'zax o'tiga o'rilib tushgan odam yaxshimi? Alloh zolim qavmini hidoyat qilmaydi. Toki ularning yuraklari par bo'lib, o'lmigicha ularning solgan masjidi, ya'ni masjidi zirar, dillaridagi gumon, munofiqlikning yildizi bo'lib qalaveradi. Alloh munofiqlarning ahvolini bilib turg'uchidir. Ularning yomon niyatiga asosan ularni jazolashda hikmat bilan ish qilg'uchidir. Shubhasizki, Alloh mo'minlardan ularning jonlarini, mollarini, ularga jannatni berib setib oldi. Ular Allohning yo'lida urush qilib dushmanlarni o'ldirdi va o'ldirildi. Ya'ni dushmanlar bilan jihad qilib shahid bo'ladi. Jihad qiluvchilarga jannatni va'da qilish Tavratda, Injilda va Qur'onda zikr qilingan Allohning rost va'dasidir. Va'dasiga Allohdan bak vafo qiluvchi kim bor? Ya'ni Allohdan vafodor ahadi yo'q. Qilgan bu so'tanglardan xushal bo'linglar. Bu zo'r muvaffaqiyatdir. Gunohlaridan tavba qilguvchilar, ixlos bilan ibodat qilguvchilar, Allohga hamd sana aytguvchilar, ro'za tutguvchilar, ruku qilguvchilar, sajda qilguvchilar, yaxshi ishlarga da'vat qilib, yomon ishlardan to'sguvchilar, Allohning falginlariga rioya qilguvchilar, ya'ni Allohning bekitgan farzlarini ado qilib, nahiy qilgan ishlaridan yonquvchilar ham ahli jannatdir. Mo'minlarga jannat bilan xush xabar bergin. Payg'ambarga va mo'minlarga mushriklarning ahli do'zax ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin mushriklar ularning tuqqani bo'lgan taqdirdami ularga mag'firat talab qilishi durust emas. İbrahimning otasiga mag'firat talab qilishi uningga ilgari qilgan va'dasini o'rinlash uchun edi. Uningga otasining Allohning dushmani ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin u otasi bilan ada juda bo'ldi. İbrahim bo'lsa haqiqatan ko'p chekkuchi, ya'ni ko'ngli yumshoq, yetgan arsiyatlarga chidamliq edi. Alloh biror qavmini hidoyat qilgandan keyin ular saqlanishga tegishli ishlarni yomon qilmay turib, ularni gumroh qilmaydi. Ya'ni gumrohlikqa hukm qilmaydi. Alloh haqiqatan har narsani bilib turg'uchidir. Shubhasizki, osmonning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Alloh o'likni tirildiradi, tirikni o'ldiradi. Sizlarga Allohdan boshqa hech do'st va madadkor yo'q. Alloh haqiqatan payg'ambarning va uningga qiyinchilik paytiga ergashgan muhojirlar
va ansarlarning tavbasini qabul qildi. Ayni zamonda ularning orasidagi bir turkum kishilarning dillari haqdan burilib ketishga tas qolgandan keyin Alloh ularning tavbasini qabul qildi. Alloh ularga to'liq marhamatlik, nihoyatda mehribondir. Jihadga chiqmagan 3 kishining tavbasini Alloh qabul qildi. Shuncha kang zamin ularga tortayilgan, ularning jonlari siqilgan, ular Allohga tavba qilmay turib, Allohning g'azabidan qutulish mumkin emasligiga ishongan edi. Ondan ularning tavba qilguvchilardan bo'lishi uchun Alloh ularni tavbaga muvaffaq qildi. Alloh tavbani bakmi qabul qilguvchidir. Bandalarga nihoyat mehribondir. Ey mo'minlar, Allohdan qo'rqinglar. Rostchilar bilan birga bo'linglar. Madina aholisi va ularning atrofidagi ayrabullarning Rasululloh bilan jihadga birga chiqmay qilib qilishi, o'zlarining aromi bilan la bo'lib, jafoda Rasululloh bilan birga bo'lmasligi to'g'ri emas edi. Bu, ya'ni ularni jihadga chiqmay qilib qilishdan man'i qilish. Shuning uchunki ular Allohning yo'lida uchragan ussuzlik, tortgan jafo mushaqqat va ochliq ularning kofirlarni xafalikqa soladigan har bir qadami dushmanlar ustidan erishgan, ularni o'ldirish, asir elish, mag'lub qilish qatorliq har bir narsasi uchun Allohning dargohida ularga yaxshilik, ya'ni savob yoziladi. Alloh albatta yaxshi ish qiluvchilarning ajrini bekor qilib etmaydi. Ularning Allohning yo'lida mayli kichik bo'lsin yoki cho'ng bo'lsin, sarf qilgan narsasi va jihad uchun bosgan har bir musofasi ularning qilgan amallariga eng yaxshi mukofot berish yuzidan ularga yozildi. Mo'minlarning hammasining jihadga chiqishi loyiq emas. Ularning bir turkumi jihadga chiqdi. Ularning ichidagi har bir jamoadan, ya'ni bir turkumi diniy olim bo'lib, ular qavmining qishig'a qaytgandan keyin qavmining Allohdan qo'rqishi uchun ularni ogohlantirish maqsadida nemishqa ilm talab qilishga chiqmadi. Ey mo'minlar, sizlar o'zinglarga yaqin joydagi kofirlar bilan urush qilinglar. Ya'ni sizlarga xatar bo'lmaslik uchun oldi bilan atrofinglardagi kuffarlarni ujuqtiringlar. Sizlarni ular qattiq his qilsin. Ya'ni urush ustida ularga qattiq qo'l bo'linglar. Ularga ishchinglar og'rimasin. Bilinglarki, Alloh taqvodorlar bilan birgadir. Ya'ni Alloh taqvodorlarga madadkordir. Qur'ondan biror sura nozil qilinsa, ular, ya'ni munofiqlarning orasida masxar qilish yuzidan bu, ya'ni sura qaysinglarning iymonini kuchaytdi deydiganlar bor. Mo'minlarga keladigan bo'lsak, har bir surada yangi dalil isbotlar bo'lganligi uchun bu, ya'ni sura ularning iymonini kuchaytdi. Ular suraning nozil bo'lishidan xushal bo'ladi. Dillarida kasal borlar, ya'ni munofiqlarga keladigan bo'lsak, bu sura ularning kufriga kufri qo'shdi. Ya'ni ular munofiqlikda texmu asbayladi, texmu gumrohlashdi. Ular kofir beti o'ldi. Ular o'zlarining har yili bir qitim yoki ikki qitim sindiganligini, ya'ni ular to'g'risida vahiy nozil bo'lib, sirlarining fosh qilinganligini bilmamdi. Ondan ular tavba qilmaydi, ya'ni nifoqdan qaytmaydi, ibratmi olmaydi. Ular payg'ambar alayhisolamning huzuridagi chaqda ularning aybini ochadigan Qur'ondan biror sura nozil qilinsa, ular bir-biriga qarashib, sizlarni birarsi ko'rib qolarmi deyishib tikib etdi. Ular haqiqatni tushunmas, ham bo'lganligi uchun Alloh ularning dillarini o'zgartib etdi. Ey insonlar, shubhisizki sizlarga o'z oranglardan payg'ambar keldi. Sizlarning kulfat chekishinglar uningga ig'ir tuyuladi. U sizlarning hidoyat tepishinglarga erisdir. Mo'minlarga amroqdir, nihoyatda kuyimchandir. Ey payg'ambar, agar ular sana iymon etishdan yuz o'rsa, sen Alloh menga kuboy qiladi. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir.
Onunğa təvəkkül qıldım. Yəni Allah'a yönəldim. Allah'dan başqa heç əhədidən ümid kütməyəm və heç əhədidən mu qorxmayım. O büyük ərişдің pərverdigarıdır deyin. Sürə Yunus Məkkədə nazil bolğan 109 ayət. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Alif, Lam, Ra. Bu hikmətli kitab, yəni Qur'an ayətləridir. İnsanların biriga, yəni Muhammed Aleyhisselam'a insanlar, yəni kafirlarni Allah'ın azabıdan agahlandırğan müminlərə Pərverdigarının dərgahida qılğan yaxşı əməlləri üçün yuqori o'ringa erişidiganligi bilan xush xabar bergin deb vahiy qilganligimizdan ular ajablanamdi. Kafirlar bu haqiqatan oshkora sehrgardir dedi. Shubhasizki sizlarning Parvardigoringlar Allah'dır. O osmonlarni, zaminni 6 kunda yaratdi. Ondan arish ustida o'ziga loyiq ravishda qaror oldi. Allah xaloyiqning ishlarini o'z hikmatiga muvofiq idora qilib turadi. Qiyomat kuni har qanday shafaat qilguvchi oldi bilan Allohning iznini oladi. Ana shu Allah sizlarning Parvardigoringlardir. Uningga ibodat qilinglar. Vaz nasihat olmamsizlar. Qiyomat kuni hammanglar Allohning dargohiga qaytisizlar. Allah'ның va'disi haqdir. Shubhasizki maxluqotni dastlabda Allah yaratgan. Ularni halok qilgandan keyin qiyomat kuni iymon etganlarni va yaxshi amal qilganlarni odillik bilan mukofotlash uchun qayta tirildirdi. Kofirlarning bo'lsa o'zlarining kufri tufaylidan do'zaxdagi ichimligi qattiq qaynagan suv bo'ladi. Hamda ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Allah quyoshni nur chashquchi va oyni nurli qilib yaratdi. Yillarning sonini va vaqtlarning hisobini bilishinglar uchun oyga manzillarni, ya'ni burujlarni tayin qildi. Allah ularni bekor yaratgani yo'q, balki buyuk hikmat va zo'r foydalik uchun yaratdi. Allah oyatlarini, qudrati ilohiyni biladigan va uning hikmatini fikir qiladigan qavm uchun tafsili bayon qiladi. Kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida Allah osmonda va zaminda yaratgan shaylarda Allohdan qo'rqadigan qavm uchun haqiqatan Allohning borligini va birligini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Shubhasizki biz bilan muloqot bo'lishni umid qilmaydiganlar, ya'ni Allohga muloqot bo'lishni ko'zlamaydiganlar, dunyo tirikchiligidan bahramand bo'lish bilan rozi bo'lganlar va uning bilan orom topganlar, bizning oyatlarimizdan g'ofil bo'lganlar. Ana shularning joyi qilmishlari tufaylidan do'zax bo'ladi. Shubhasizki iymon etganlar va yaxshi amallarni qilganlarni Parvardigori ularning iymoni sababidan ostidan o'sanglar eqib turadigan naz ne'matlik jannatlarga yetaklaydi. Ularning jannatdagi duosi: "Ey Rabbimiz, biz seni pok deb e'tiqod qilamiz" deyishdan iborat. Ularning jannatda bir-biriga berilgan salimi ahli do'zax chekayotgan azobdan omon bo'lg'aysan, ya'ni assalomu alaykum deyishdan iboratdir. Ularning duosining oxiri jami hamdu sana olamlarning Parvardigori Allohga xosdir deyishdan iboratdir. Agar Alloh kishilar talab qilgan yomonlikni ishga oshirishga, ular talab qilgan yaxshilikni ishga oshirishga oldirgandek oldirsa edi, ularning ajali cho'qim yetgan bo'ladi, ya'ni halok bo'ladi. Biz bilan muloqot bo'lishni umid qilmaydiganlarni gumrohlikda tingirqab yurishga qo'yib beramiz. Insonga biror ziyon zahmat yetsa, yotsidi, o'ltirsidi, tursidi, uni dafi qilishimizni tilab bizga duo qiladi. Ularga yetgan ziyon zahmatni ko'tarmasak, go'yo uni ko'tarib etishimizni tilab bizga duo qilmagandek yomon ishni yana davomlashtirdi. Haddidan oshquchilarning qilmishlari ularga mushundoq chiroyli ko'rsatildi. Sizlardan ilgarki ummatlar zulm qilganda, ya'ni kofir bo'lganda, gumrohlikda haddidan oshganda,
haqiqatan ularni halok qildik. Ularga payg'ambarlari ro'shan mo'jizlarni elib kelgan edi. Ular payg'ambarlar elib kelgan mo'jizlarga iymon keltirmadi. Gunohkor qavmini, ya'ni Makka mushriklarini shuningga o'xshash jazolaymiz. Sizlarning qanday qildiganliklarini ko'rish uchun ularni, ya'ni o'tgan ummatlarni halok qilgandan keyin ularning o'rniga sizlarni o'rin bosar qildik. Ularga bizning ro'shan oyatlarimiz tilovat qilinsa, bizga muloqot bo'lishni umid qilmaydiganlar, ya'ni qiyomatga ishonmaydiganlar, buningdan boshqa bir Qur'onni keltirgan yoki uni o'zgartgan, ya'ni azobga doir oyatni rahmat oyatiga o'zgart, islohlarimizni so'kkanning o'rniga madihila, haromni halol qil deydi. Men uni o'zimcha o'zgartirmayman. Men faqat menga qilingan vahiyga amal qilaman. Agar men Parvardigorimga osiylik qilsam, albatta buyuk kunning, ya'ni qiyomat kunining azobidan qo'rqaman degan. Agar Alloh iroda qilsa, sizlarga uni, ya'ni Qur'onni tilovat qilmas edim. Allohmi uni men orqali sizlarga bildirmas edi. Oranglarda uningdan, ya'ni Qur'on nozil bo'lishdan ilgari uzun zaman turdim. Mo'jiz bo'lgan bu Qur'onning faqat Alloh tarafidan nozil bo'lganligini bilishga aqlinglarni ishlatmamsizlar degan. Allohga yolg'onni chaplagan yoki Allohning oyatlarini inkor qilgan odamdimi zolim odam bormi? Gunohkorlar hargiz baxtga erisholmaydi. Ular Allohni qo'yib o'zlariga foyda ziyon yetkazolmaydigan narsalarga cho'qinadi. Bular, ya'ni butlar Allohning dargohida bizga shafoat qiluvchilar deyishidi. Acaba osmonlarda va zaminda bundoq narsa, ya'ni Allohning sheriki yoki shafoat qiluvchi bo'lib, uni Alloh bilmay qilib, sizlar Allohga uni aytib beramsizlar. Alloh ularning sherik keltirgan narsalardan pokdir va yuksakdir. İnsanlar aslida bir din, ya'ni islom dinida edi. Keyin ular ixtilof qilishdi. Ya'ni dinlar ko'paydi. Butlarga cho'qinishdi. Parvardigoringning oldini ola aytgan so'zi, ya'ni jazolashni qiyomatga qoldirishdan iborat taqdiri bo'lmasa edi, ularning ixtilof qilishgan narsalari ustida ularning orasida albatta hukm chiqariladi. Ya'ni dinda ixtilof qilishganliklari uchun ularga bu dunyoda jazo beriladi. Ular, ya'ni ahli Makka, nimishqa uningga, ya'ni Muhammad alayhisalomga Parvardigori tarafidan biz talab qilgan mo'jizlardan bir mo'jiza tushirilmadi deydi. Aytganki, g'aybni bilish faqat Allohga xos. Mo'jizlarni Alloh keltiradi. Men faqat tabliq qilguvchiman. Sizlar Allohning oramizda hukm chiqarishini kutinglar. Shubsizki, men sizlar bilan shuni kutguchilardanman. Kishilarning beshiga kelgan ziyon zahmatni ko'tarib keyin ularga rahmatimizni tetishsak, ular bizning oyatlarimiz ustida mekr ishlatishga, ya'ni inkor qilishga oldiraydi. Aytganki, Alloh ularni qilgan mekr uchun eng tez jazolaydi. Shubsizki, bizning farishtalarimiz mekrlarni yezib turadi. Alloh sizlarni quruqlikda, ya'ni ulug'lar ustida, dengizda, ya'ni kemalar ustida safar qildirdi. Sizlar o'tirgan kema kishilarni elib mayin shamolda mengayotgan va bu shamoldan ular xo'shallanayotgan chaqda birdilla bo'ron chiqib kema o'rildi. Ular taraf-tarafdan ko'tarilayotgan dengiz to'lqinlari ichida qoladi. Kemadagilar qo'rshilinganligiga, ya'ni halok bo'lganligiga jazma qiladi. Cho'qinayotgan botlarni tashlab qo'yib, "Ey Xudo, agar sen bizni buningdan, ya'ni boladan qutuldirsang, biz cho'qim shukr qilguvchilardan bo'lamiz", deb chin ko'ngli bilan duo qiladi. Alloh ularni u boladan qutqizgandan keyin ular yer yuzida yo'qsizlik bilan buzuqchilik qiladi. Ey insonlar, buzuqchiliginglarning gunohi o'zinglarga bo'ladi. Sizlar bu dunyoning baqosi yo'q shahvatlaridan bahramand bo'lasizlar. Buning hasrati oxiratga qoladi. Ondan sizlar
bizning dargohimizga qaytisizlar. Sizlarga qilmishinglarni xabar qilamiz. Hayoti dunyoning misoli tez o'zgarishida, ne'matlarining baqosizligida, kishilarning uning bilan mag'rur bo'lishida. Biz osmondan tushirgan yomg'ir suyiga o'xshaydiki, uning bilan zaminning insonlar, hayvonlar yeydigan turli o'simliklari o'nib chiqib, bir-bir bilan garalashib ketgan. Hatto zamin go'zal tusga kirgan, chiroyli yasangan, zamin egalari uningdan mo'l hosil olishga jazma qilib turgan chaqda, nagahon kechasi yoki kunduzi uningga qozimiz yetdida ziroatlarni tunugun, ya'ni ilgari yo'qdek butunlay o'rib tashlangandek qilib atdik. Ya'ni nobud qilib yo'q qildik. Fikr yurgizgan qavm uchun oyatlarni mushundaq tafsili bayon qilamiz. Allah kishilarni omon joyga, ya'ni jannatga da'vat qiladi va xohlagan odamni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Yaxshi ish qilganlar jannatga va Allohning jamolini ko'rishga noil bo'ladi. Ularning yuzlarini qarilik va xarliq qoplamaydi. Ya'ni ularga g'am qayg'u va parishonlik yuzlanmaydi. Ana shular ahli jannat bo'lib, jannatda mangu qolg'uvchilardir. Dunyoda yomon ishlarni qilg'uvchilar bir yomonlikni qilsa, qilgan yomonligiga o'xshash, ya'ni shunga loyiq jazoga uchraydi. Ular xarliqqa duchor bo'ladi. Ularni Allohning azobidan qutuldiruvchi zot bo'lmaydi. Ularning yuzlari go'yo qorong'u kechaning partisi bilan o'ralgandek qorayib ketadi. Ular ahli do'zax bo'lib, do'zaxda mangu qolg'uvchilardir. Shu kun, ya'ni qiyomat kunida mo'minlarni, kofirlarni hammasini yig'amiz. Ondan mushriklarga sizlar Allohga sherik keltirgan butlaringlar bilan birga o'rinlarda medirlamay turinglar deymiz. Ularning orasini ayraymiz. Ularning sherik keltirgan butlari aytadi: sizlar bizga ibodat qilmagan edinglar, balki nafsi xohishinglarga ibodat qilgan edinglar. Sizlar bilan bizning aramizda guvoh bo'lishga Alloh kifoyaki, sizlarning bizga cho'qinishinglardan biz g'ofil edik. Ya'ni biz ko'rmaydigan, anglamaydigan, his qilmaydigan jonsiz edik. Bu chaqda har odam ilgari qilgan amallari ustida sinildi. Ya'ni yaxshimi, yomonmi, uning natijasini ko'rdi. Ular haqiqiy egisi Allohning dargohiga qaytarildi. Ularning shafaat qiladi deb da'vo qilgan butlari ulardan o'zlarini chetga oladi. Ey Muhammad, mushriklarga aytqinki, sizlarga osmondan yomg'ir yog'dirib, zamindan giyoh undirib kim rizq beradi? Sizlarning anglash va ko'rish qobiliyatinglarni kim boshqaradi? Tirik shaylarni o'lik shaylardan kim paydo qiladi? O'lik shaylarni tirik shaylardan kim paydo qiladi? Xaloyiqning ishlarini kim idora qiladi? Ular bularga javoban Alloh deydi. Aytqinki, Allohning xayriga cho'qinish bilan Allohning azobidan qo'rqmamsizlar. Yuqorqidek cho'ng ishlarni qilguvchi sizlarning haqiqiy parvardigoringlar ana shu Allohdir. Haqiqatdan qolsa, gumrohlikdan g'ayri narsa mavjud emas. Nemishqa iymondan yuz o'rib gumrohlikqa burilib ketisizlar? Parvardigoringning Allohga itoat qilishdan bosh tortganlar to'g'risidagi hukmi haqliq bo'ldi. Ular Allohning birligiga, Rasulullohning payg'ambarligiga iymon etmaydi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, sizlarning butlaringlarning ichida mavjudotni yo'qlikdan bor qilib, ondan yo'q qilib, ondan uni asliga keltira oladiganlar bormi? Aytqinki, Alloh mavjudotni yo'qlikdan bor qilib, ondan yo'q qilib, ondan uni asliga keltira oladi. Nemishqa haqdan botil tarafga burilib ketisizlar? Aytqinki, sizlarning butlaringlarning orasida gumrohni haq yo'lga yetaklaydiganlar bormi? Aytqinki, Alloh gumrohni haq yo'lga yetaklay oladi. Gumrohni haq yo'lga yetaklay oladigan zotga bo'ysunishga tegishlikmi?
yoki gumrohni haq yo'lga yetakleyolmaydigan, faqat o'zi boshqalarning yetaklashiga muhtoj bo'lgan butlarga bo'ysunishga tegishlikmi? Sizlarga nima bo'ldi? Nimishqa bundaq botil hukm chiqirsizlar? Ularning to'lisi butlarga e'tiqod qilishda faqat farazgila tayindi. Faraz degan haqiqatni isbotlashda haqiqatan hech narsaga yaramaydi. Shubhisizki, Allah ularning qilmishlarini obdan bilguchidir. Bu Qur'onni birovning Allohga iftiro qilishi aqlga sig'maydi. Chunki Qur'onni hech inson ijod qilolmaydi. Lekin Qur'on ilgari kelgan Tavrat, Injil qatorliq samoviy kitoblarni tasdiq qilguchidir. Allah belgilagan ahkomlarni bayon qilguchidir. Uningda hech shak yo'qdir. U olamlarning Parvardigori tarafidan nozil qilingandir. Ular Qur'onni Muhammad o'zi to'qib chiqqan deyishamdi. Aytqinki, agar bu so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, Allohdan boshqa yordamga chaqira oladiganligi kishinglarni chaqirib, Qur'onga o'xshash biror surani keltirib beringlar. Undaq emas. Ular Qur'onning ma'nosini to'liq tushunmay va haqiqatiga teg'i aqli yetmay turib, uni inkor qilishdi. Ulardan burun o'tgan ummatlarmi o'zlarining payg'ambarlarini mushularga o'xshash yolg'onga chiqargan edi. Zolimlarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarab boqqin. Ularning ichida Qur'onga ishonganlar bor, ishonmaydiganlarmi bor. Parvardigoring buzg'unchilarni hammadan obdan biladi. Agar ular seni yolg'onchi qilishda ching tursa, mening amalim o'zim uchundir. Sizlarning amalinglarmi o'zinglar uchundir. Mening amalimdan sizlar ado judosizlar. Sizlarning qilmishinglardan men ado judaman. Ya'ni birovning qilgan gunohiga javobgar emas degan. Ularning ichida Qur'on o'qig'iningda sana quloq soldiganlar bor. Sen gazlarga, ya'ni Allah anglash iqtidorini ilib tashlaganlarga ular hech narsani tushunmasimi anglata olamsan. Ularning ichida sana qaraydiganlar bor. Ya'ni payg'ambarligingning aniq alomatlarini bayqaydiganlar bor. Lekin ular bayqaganlaridan foydalanmaganliklari uchun ko'rdir. Haqiqatni ko'rolmasimi, ko'rlarni hidoyat qila olamsan. Shubhisizki, Allah insonlarga qilcha zulm qilmaydi. Lekin insonlar kufri va gunoh orqali o'zlariga o'zlari zulm qiladi. Qiyomat kuni Allah ularni hisob elish uchun yig'adi. Ularga dunyoda turgan muddati kunduzda ozgina vaqt turgandek qisqa bilindi. Ular o'zaro tanishidi. O'zlarining Allohga muloqot bo'lishini, ya'ni o'lgandan keyin tirilishini inkor qilganlar cho'qim ziyon tortdi. Ular to'g'ri yo'l topmadi. Ularga biz va'da qilgan azobning bir qismini sana ko'rsatamiz. Ya'ni bu dunyoda sen hayot vaqtida ko'rsatamiz. Yoki uningdan ilgari seni qabzi ruh qilamiz. Ular bizning dargohimizga qaytadi. Mayli baldir bo'lsin, mayli keyin bo'lsin, ularni cho'qim jazolaymiz. Ondan Allah ularning qilmishlariga guvoh bo'ladi. O'tgan ummatlarning har biriga payg'ambar abatilgan. Qiyomat kuni ularning payg'ambarlari kelganda, ularning orasida odillik bilan hukm chiqarildi. Ularga zulm qilinmaydi. Ular agar sizlar rostchil bo'lsanglar, bizga aytib beringlarki, bu va'da qachon ishga oshirildi deydi. Aytqinki, Allah xohlasla men o'zimdan ziyonni dafi qilishga, foyda qozonishga qodir emasman. Har ummatning halok bo'ladigan ma'lum vaqti bo'ladi. Shu vaqt yetib kelganda ular birdan kechiktirilmaydi. Birdan ilgari surilmaydi. Aytqinki, aytinglarchi, agar Allohning azobi sizlarga ketsa yoki kunduzi kelsa, buningdan sizlarga nima foyda? Gunohkorlar, ya'ni mushriklar azobdan qaysi narsaga oldiraydi? Allohning azobi yuz berganda ondan uningga ishondinglarmi? Hamda aytgan iymoninglar foydasizdir. Uningdan ilgari masxar qilish bilan azobning tezroq tushishini talab qilatdinglar.
Ondan keyin o'zlariga zulm qilganlarga mangulik azobni tetitdinglar. Sizlarga faqat qilmishinglarning jazosi berildi, deyildi. Ular sendan ya'ni va'da qilingan azob o'lgandan keyin tirilish rasmi deb so'raydi. Sen Parvardigorim bilan qasamki, u albatta rostdir. Sizlar qechib qutulolmaysizlar degan. Agar har bir zulm qilgan odam, ya'ni kofir yer yuzidagi hamma narsaga malik bo'ladigan bo'lsa, Allohning azobidan qutulish uchun albatta uning hammasini fidya qilib berib o'tadi. Ular azobni ko'rgan chaqda nadomatini yoshirin tutadi. Ya'ni dunyodagi qilmishlariga ichida pushaymon qiladi. Ularning, ya'ni xaloyiqning orasida odillik bilan hukm chiqarildi. Ularga zulm qilinmaydi. Rastla osmonlardagi va zimindagi barliq narsalar Allohning mulkidir. Rastla Allohning va'dasi haqdir. Lekin ular, ya'ni insonlarning to'lisi buni bilmaydi. Alloh o'likni tirildirdi, tirikni o'ldirdi. Sizlar Allohning dargohiga qaytsizlar. Ey insonlar, sizlarga Parvardigoringlar tarafidan nasihat bo'lgan, dillardagi dardga, ya'ni shak va nodonlikqa shifo bo'lgan, mo'minlarga hidoyat va rahmat bo'lgan Qur'on keldi. Aytganki, ular Allohning fazli va rahmatidan xushal bo'lsin. Bu ularning yiqqan dunyo mollaridan yaxshidir. Aytganki, aytib beqinglarchi, sizlarga Alloh tushirgan rizqdan ba'zini harom, ba'zini halol qildinglar. Alloh sizlarga bunday qilishga izni berdimi? Yoki Allohga yolg'onni chaplamsizlar? Allohga yolg'onni chaplaydiganlar qiyomat kuni qanday o'ylaydi? Ya'ni jazoga tortilmaymiz deb o'ylamdi. Shubhasizki, Alloh insonlarga marhamatlidir. Chunki ularga bo'ladigan azobni kechiktirdi. Lekin kishilarning to'lisi Allohning ne'matlariga shukr qilmaydi. Sen qaysi holatda bo'lmag'in, Qur'ondan qaysi narsani o'qimag'in, sizlar qaysi bir ishni qilmanglar, uning bilan bo'layotgan vaqtinglarda aman biz sizlarni kuzatib turamiz. Osmon zimindagi zarra chaqliq narsa va uningdan kichik yoki cho'ng narsa bo'lsin, hech qaysisi Allohning bilishidan chetda qolmaydi. Ularning hammasi Lavhul Mahfuzda xotirlangandir. Rastla Allohning do'stlariga oxiratda Allohning azobidan qo'rqish, dunyoda qo'ldan ketkizib qo'yganga qayg'urish yo'qdir. Ular iymon etgan va taqvodorlik qilganlardir. Ularga dunyo va oxiratda xush xabar berildi. Ya'ni dunyoda jon uzish vaqtida Allohning roziligi va rahmatiga erishadiganligi bilan oxiratda nazu ne'matlik jannatga kiradiganligi bilan xush xabar berildi. Alloh va'dasiga xiloflik qilmaydi. Ana shu katta baxtdir. Ey Muhammad, ularning sana sen payg'ambar emassan degan so'zi seni qayg'uga solmasin. Butun kuch-quvvat Allohga mansub. Alloh sana madadkordir. Allah ularning so'zlarini anglab turg'uchidir. Amallarini bilib turg'uchidir. Rastla osmonlardagi va zimindagi hamma narsa Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir, bandasidir, mahluqotidir. Allohni qo'yib butlarga cho'qindiganlar faqat yo'qilang paraskila tayindi. Ular faqat jo'yildi. Ey insonlar, aram ilishinglar uchun Alloh sizlarga kechini yaratdi. Narsalarni ko'rishinglar uchun kunduzni yaratdi. Ibrat quloqi bilan anglaydigan qalb uchun buningda nurg'un alomatlar bor. Ular, ya'ni kofirlar, Allohning bolasi bor deyishdi. Alloh buningdan pokdir, behojatdir. Ya'ni bola beqilish ehtiyoj uchun bo'ladi. Alloh bo'lsa hech narsaga muhtoj emasdir. Osmonlardagi, zimindagi hamma narsa Allohning mulkidir. Allohning bolasi bor degan bu so'zinglarga hech qanday faktlar yo'q. Sizlar bilmaydigan ishlarni yolg'ondan Allohga chaplamsizlar. Ey Muhammad, aytqinki, Allohga yolg'onni chaplaydiganlar haqiqatan do'zax azobidan qutulolmaydi.
ular bu dunyodan ozgina vaqtla bahramand bo'ladi. Ondan ular hisob berish uchun bizning dargohimizga qaytadi. Ondan kofir bo'lganliklari sababidan ularga qattiq azobni tetitimiz. Ularga Nuhning qissasini o'qib bergan. O'z vaqtida Nuh qavmiga: "Ey qavmim, agar sizlarga mening ichinglarda turishim va sizlarni Allohning oyatlari bilan qo'rqitishim ig'ir kelgan bo'lsa, men Allohga tavakkul qildim. Ya'ni Allohga yo'landim. Sizlarga parvo qilmayman. Sizlar butlaringlar bilan birlikda meni qasdlaydigan ishinglarni qaror qilaveringlar. Ishinglar sizlarga tutuq bo'lib qolmasin. Ya'ni meni qasdlaydigan ishinglar oshkora bo'lsin. Ondan meni birdammi kechiktirmay, mening haqqimda xohlaganinglarni ijro qilaveringlar. Agar sizlar mening nasihatimdan yuz o'rsanglar, sizlardan yuz o'rishinglarga sababchi bo'ladigan haq so'raganim yo'q. Men ajrimni faqat Allohdan so'rayman. Men Allohga bo'ysunuvchilardan bo'lishga buyurildim", dedi. Lekin ular Nuhni yolg'onchi qildi. Uni va uning bilan kemada birga bo'lg'uchi mo'minlarni qutqizdik. Ularni, ya'ni biz qutqizgan kishilarni g'arq bo'lganlarning o'rinbosarlari qildik. Bizning mo'jizlarimizni inkor qilganlarni to'pon balasi bilan g'arq qildik. Ey Muhammad, avvallantiruvchilar, ya'ni payg'ambarlarini yolg'onchi qilganlarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'in. Nuhdan keyin nurg'un payg'ambarlarni o'zlarining qavmiga avatdik. Qavmiga ular ro'shan mo'jizlar bilan keldi. Ular, ya'ni payg'ambarlar kelishdan ilgari inkor qilishgan narsasiga iymon etmadi. Kufrida haddidan oshquchilarning dillarini ashundoq pechatlaymiz. Ulardan keyin Musa bilan Harunni Fir'avnga va uning qavmining cho'nglariga nurg'un mo'jizlar bilan avatdik. Ular iymon etishdan bo'yin tovliq qildi. Ular gunohkor qavm edi. Ularga biz tarafdan haqiqat nozil bo'lgan chog'da ular bu haqiqatan ro'shan sehrdir, dedi. Musa: "Sizlarga haqiqat kelsa, uni sehr debsizlar. Acaba bu sehrmi? Sehrgarlar muvaffaqiyat qozonolmaydi", dedi. Ular: "Sen bizga ota-bobolarimizning dinidan bizni voz kechtirish va zamin, ya'ni Misr zaminining saltanatini ikkinglarning qilish uchun keldingmi? Biz ikkinglarga ishonmaymiz", dedi. Fir'avn: "Mening oldimga barliq usta sehrgarlarni olib kelinglar", dedi. Sehrgarlar yetib kelganda Musa ularga: "Arg'amcha va hosilinglardan tashlamoqchi bo'lganinglarni tashlanglar", dedi. Ular tashlaganda Musa: "Sizlarning ko'rsatganinglar sehrdir. Alloh cho'qim uni barbod qiladi. Alloh buzg'unchilarning ishini albatta tuzmaydi", dedi. Gunohkorlar yoqtirmagan taqdirdami Alloh pakitlari orqali haqiqatni isbotlaydi. Musoga faqat o'z qavmidan, ya'ni Bani Isroilning avlodidan ozg'inasi Fir'avn va uning qavmining cho'nglarining ziyonkashlik qilishidan qo'rqgan holda iymon etdi. Fir'avn zaminda, ya'ni Misr zaminida shak shubhasiz mutakabbirdir. U albatta haddidan oshquchilardandir. Musa: "Ey qavmim, agar Allohga iymon etgan bo'lsanglar, Allohga bo'ysungan bo'lsanglar, uningga tavakkul qilinglar. Ya'ni hamma ishinglarni Allohga topshiringlar. Har qanday ahvolda Allohga yo'lininglar", dedi. Ular aytdi: "Allohga tavakkul qildik. Parvardigorimiz zolim qavmini bizga ziyonkashlik qilish imkoniyatiga ega qilmag'in. Bizni rahmating bilan zolim qavmidan qutuldirg'in. Biz Musa bilan uning qarindishiga qavminglar uchun Misrda uylar yasanglar. Uylaringlarni namoz o'qiydigan joy qilinglar. Namoz o'qinglar. Mo'minlarga dushmanlar ustidan g'alaba qildiganligi bilan xush xabar beringlar", deb vahiy qildik. Musa aytdi: "Ey Parvardigorimiz, kishilarni yo'lingdan ostirish uchun Fir'avnga va uning qavmining cho'nglariga hayotiy dunyoda zinnat buyumlarini, turli mol-mulklarni berding. Parvardigorimiz, ularning mol-mulklarini yo'q qilgin. Ularning dillarini qattiq qilgin.
shuning bilan ular iymon etmay qattiq azobni ko'rsin. Allah aytdi: "Ikkinglarning duosi ijobat qilindi. Da'vatinglarni davomlashtiringlar. Nadonlarning yo'liga agashmanglar." Biz İsrail avlodini dengizdan o'tkazib o'tdik. Ularni Fir'avn va uning askarlari zulm va zo'ravonlik qilish yuzidan qo'g'ladi. Fir'avn g'arq bo'ladigan vaqtda iymon etdimki, İsrail avlodi iymon etgan ilohdan g'ayri iloh yo'qdir. Men musulmonlardanman dedi. Uningga deyildiki, hayotdan umid uzguningda amdi iymon etamsan. İlgiri Allah'a asiylik qilgan va buzg'unchilardan bo'lgan eding. Sendan keyingilarga ibrat bo'lishing uchun bugun sening jasadingni qutqizamiz. Ya'ni sening jasadingni dengizdan chiqarib qo'yamiz. Nurg'un kishilar shak shubasizki bizning oyatlarimizdan g'ofildir. Shubasizki biz Isroil avlodini, ularning dushmanlarini halok qilgandan keyin yaxshi joyga o'rlashtirdik. Ularni shirin narsalar bilan rizqlantirdik. Ularga ilm, ya'ni Allohning hukmini ichiga olgan Tavrat kelgandan keyin ular din ishida ondan ixtilof qilishdi. Parvardigoring qiyomat kuni ular ixtilof qilishgan narsalar ustida ularning orasida albatta hukm chiqaradi. Mubodo sen sana biz nasil qilgan kitobdan shaklangan bo'lsang, sendan ilgari kitob o'qigan, ya'ni Tavrat bilan Injil nasil qilingan Yahudilar va Nasarlardan so'rab baqqin. Shubhasizki sana Parvardigoring tarafidan haq Qur'on keldi. Sen hargiz shak qiluvchilardan bo'lmagin. Sen hargiz Allohning oyatlarini inkor qiluvchilardan bo'lmagin. Undaq bo'lsang ziyon tartquchilardan bo'lib qolasan. Shubhasizki Parvardigoringning la'natiga tegishli bo'lganlar iymon etmaydi. Ularga butun mo'jizalar ko'rsatilgan taqdirdami qattiq azobni ko'rmagicha iymon etmaydi. Halok bo'lgan shaharlar aholilari ichida Yunus qavmidan boshqasiga azobning alomatini ko'rib, etgan iymonning foydasi bo'lgani yo'q. Yunus qavmi iymon etganda dunyo hayotida rasvo qiladigan azobni ularning ustidan ko'tarib o'tdi. Ularni ma'lum vaqtgacha, ya'ni ajli yetganga qadar dunyodagi shaylardan bahramand qildik. Agar Parvardigoring xolis edi, albatta yer yuzidagi kishilarning hammasi iymon etadi. Sen kishilarni musulmon bo'lishga majburlamsan. Har qanday kishi faqat Allohning irodasi bo'lgandala ondan iymon etadi. Allohning oyatlari ustida fikr yurgizmaydiganlarni Alloh azobga giribdor qiladi. Aytganki, osmonlardagi, zamindagi narsalarni ko'z tinglar. Mo'jizlar va ogohlantiruvchilarning, ya'ni payg'ambarlarning iymon etmaydigan qavmiga foydasi bo'lmaydi. Ular faqat o'zlaridan burun o'tganlarga kelgan kunlarning, ya'ni azobning o'zlariga kelishini kutadi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, sizlar zulmning oqibatini kutinglar. Men sizlar bilan birlikda haqiqatan sizlarning halok bo'lishinglarni kutguchiman. Ondan keyin payg'ambarlarimizni, mo'minlarni azobdan qutqizdik. Mo'minlarni qutqizishga mushundoq mas'ul bo'lamiz. Ey Muhammad, qavmimning mushriklarga aytqinki, ey insonlar, agar sizlar mening dinimdan gumonlanadigan bo'lsanglar, sizlarning Allohni qo'yib cho'qinayotgan butlaringlarga men cho'qinmayman. Lekin men sizlarni qabzi ruh qiladigan Allohga ibodat qilaman. Men mo'minlardan bo'lishga buyurildim. Yana menga botil dinlardan burilib, to'g'ri dinga yuzlangan, mushriklardan bo'lmagan, Allohni qo'yib sana foydasini yetkazolmaydigan narsalarga ibodat qilmagan. Agar ularga ibodat qilsang, cho'qim o'zingga zulm soluvchilardan bo'lasan. Agar Alloh sana biror ziyon zahmat yetkazishni irod qilsa, yolg'iz Allohdan boshqa uni dabiy qiluvchi bo'lmaydi. Agar Alloh sana biror yaxshilikni irod qilsa, Allohning fazlini qaytaruvchi bo'lmaydi. Alloh fazlini bandalardan xalqan odamga yetkazadi. Alloh bandalarning gunohini mag'firat qiluvchidir. Ularga mehribondir, deyildi. Ey Muhammad,
aytqinki, ey insonlar, sizlarga Parvardigoringlar tarafidan haq din keldi. Kimki hidoyat topadigan, o'zining foydasi uchun hidoyat topgan bo'ladi. Kimki ozadigan, o'zining ziyni uchun ozgan bo'ladi. Men sizlarga homiy emasman. Ey Muhammad, sana nasil qilingan vahiyga ergashgin. Ya'ni uningga o'zing amal qilib, boshqalarga uni yetkazgin. Allah sen bilan ularning orasida hukm chiqaruvchi, diniga da'vat qilish yo'lidagi mushaqqatlarga chidag'in. Allah eng haqqoniy hukm chiqaruvchidir. Kitob o'qish munbiri avlodlar to'rbetidan tarqatildi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.